10X va Tracker avtomobillari kuzovi qanchalik mustahkam? Kimdir yupqa deb hisoblasa, kimdir emas deb hisoblaydi. Bugun aynan shu masalani mutaxassis bilan ko'rib chiqamiz. Aka, ko'pchilikni qiziqtirgan savol. 10X va Tracker kuzoviga qaysi turdagi materiallar ishlatiladi? Ya'ni qaysi turdagi po'lat materiallar ishlatiladi va qalinligi qancha bo'ladi o'zi? Hop, yaxshi savol. 10X va Tracker avtomobil konstruksiyasiga ko'ra tashqi yuzalar va ichki yuzalarga bo'linadi. Tashqi yuzadagi panellarimizga 0.65-0.75 mm qalinlikdagi po'lat materiallar ishlatiladi va ichki panellarga, ya'ni zarb yutuvchi va inson xavfsizligiga ta'sir etuvchi qismlariga 0.75-1.4 mm qalinlikdagi po'lat materiallardan foydalanamiz va har bir material GM tomonidan tasdiqlangan ta'minotchilardan olib kelinadi. Bundan tashqari materiallarimiz har biri atsinkovka, ya'ni rux qoplamasiga ega. Bu o'z navbatida kuzovimizda 10 yillik kafolat muddatini ta'minlashga yordam beradi. Yana bir ma'lumot, har bitta ishlab chiqarilayotgan mahsulotimiz mana shunday tekshiruvchi jihoz, ya'ni checking missiya orqali tekshiruv ko'rigidan o'tkaziladi va sifat standartlariga va mana shu jihoz talabiga javob bergandan so'ng payvanda senga olib o'tiladi. Aka, buni tekshirsa maqsad nima bo'lsa? Tekshirishdan maqsad mana shu detalimizda har bir pointlari, koordinatalari, ya'ni teshiklari dizaynga, chizmaga mosli tekshirishdan iborat. Ishlab chiqarayotgan panellarimizni virtual holatda olib kelinadi 1 kunda 45 tagacha va har bir panel yuzasiga maxsus moy surtilib, yuzadagi muammolar, ezilishlar, tendens muammolari topiladi va o'rnida bartaraf etiladi. Tayyor bo'lgan panellarning keyingi bosqichi, ya'ni payvandlash bosqichi qanaqa kechadi? Hop, 10X Tracker modellarimizda ko'pincha zamonaviy robot jihozlardan foydalanamiz payvandlash jarayonida. Bundan tashqari payvandlash jarayonlarini uch bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi nuqtali payvand, ya'ni spot welding deyiladi. Ikkinchisi payvandlashda yana mustahkamlikni oshirish maqsadida MIG brazing usulidan foydalanamiz va uchinchisi eng oxirgi yon qismlar, ya'ni side bodiga birlashtirish uchun eng zamonaviy texnologik jihoz, ya'ni lazer brazingdan foydalanamiz. Ayrim blogerlar 10X va Tracker kuzovini yupqa deb aytishyapti. Bunga sizning fikringiz qanaqa? Oldin aytib o'tganimdek, kuzovimizning tashqi yuzalariga, ichki yuzalariga har xil qalinlikdagi material ishlatiladi. Bundan maqsad avtomobil vaznini kamaytirib, yonilg'i sarfini tejashdan iborat. Bu o'zi xavfsizlikka to'g'ri keladimi? Albatta, sodda qilib tushuntirganda, avtomobilimizning mana bu tashqi ko'rinib turgan qismi sterimiz. Asosiy suvagimiz, ya'ni avtomobilning suvagi ichki qismlarida center pinlar, A pinlar va kuzovning old qismlariga maxsus garaj shtampovka, ya'ni issiqlanish shtamplash orqali ishlab berilgan materiallardan foydalangan detal ishlatilgan. Jadal tilda aytganda mashinamiz suvagi baquvvat. Demak, zarbni o'ziga yutadi bu narsa, to'g'rimi? Albatta, bu detallarimiz zarbni o'ziga yutadi, yo'lovchi va haydovchilarimizni xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi va shuning uchun avtomobil kuzovi va avtomobil o'zi dunyo standartiga mos crash testdan 5 yulduzcha bilan o'tgan. Xo'sh, xavfsizlik haqida gapirar ekanmiz. Bu avtomobillar yana qanaqa sinovlardan yoki qanaqa tekshiruvlardan o'tadi? Hop, 10X Tracker kuzovlarimiz bir kunda 2 marotaba ixtiyoriy ravishda body invite, ya'ni mana shu holatda ARET tekshiruv CMM jihozida tekshiriladi. Bundan maqsad har bitta pointlarimiz, nuqtalarimiz, teshiklarimiz, koordinatalari chizma dizaynga mosmi, mosmasmi ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari TEC, ya'ni BRET Total Assembly Check orqali yopiluvchi qismlarimiz, eshik, kapotlarimiz tekshiriladi va sifat xodimlari tomonidan tasdiqlangandan so'ng avtomobil bo'yoqlash sexiga o'tkaziladi. Bundan tashqari kuzovning mustahkamligini, ya'ni payvand choklarni mustahkamligini tekshirish maqsadida chisel test sinovidan o'tkaziladi. Bundan maqsad mana shu ulangan har bir nuqtalar, payvand choklar mustahkam urilganmi, ko'chib ketadimi, ko'chib ketmaydimi, shuni tekshirishdan iborat. Yuqorida aytib o'tganimdek, crash test natijasidan yuqori ball olganmiz. Buning asosiy sababi mana shu kuzovimizga urilayotgan payvand nuqtalar, choklar kerakli kuchda va mustahkamlikda urilganligidan iborat. Shuning uchun yon tomondan, oldi tomondan va orqa tomondan zarba berilganida avtomobilimiz crash testdan yuqori ball olgan. Demak, 10X va Tracker avtomobillari faqatgina mustahkam emas, balki xavfsiz ham ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Avtomobil kuzovi qalin bo'lishi kerakmi yoki muhandislik yechimlari asosida ishlab chiqarilishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohda yozib qoldiringlar.